Barchaga xayrli kun. Bugungi videoda uzoq vaqt test qilamiz robotni. Men sizlarga mana shu robotni birinchi marta pullayapman. Sababi yozish qiyin bo'lgan bu robotni. Yana sababi foyda qilish ehtimoli katta. Qaranglar. Uzoq yillik test qilamiz. Eng eski yil 2004 dan boshlab ketadi, 2000 deb yozgan bilan. Qaranglar, kulli time frame da qo'yamiz o'shaning uchun. Spread 100 bilan nima qiladi? Hisob-kitob bilan ishlaydi. Depozit $100. Hammaga to'g'ri keladi $100. Razmonchilarga ham boshqa hammaga to'g'ri keladi. Professionallarga ham, novichoklarga hammaga to'g'ri keladi $100. Qaranglar. Kulli time frame ketdi. Kulli time frame oltin kulli time frame 2004-yildan test boshlandi. Atigi $100 pul bilan boshlandi. Uzoq yillik test 2004-yildan 2026-yilgacha test boshlandi. Endi grafik ko'rsanglar bo'ladi. Video davomida. Bu robot oddiy robot emas, bekorga super robot deb yozilmagan. Men o'zim yozganman bu robotni. Hozir ishlashini bitta ko'rib o'tinglar, bu sal sekinlashtiraman. Order ochib yopishni ko'ringlar. Kulli time frame da qo'ysanglar ham deyarli har kuni trade qiladi. Sizlarga eng kichik time frame M15 da qo'yib ishlasanglar bo'ladi. M15 dan kulli time frame gacha qo'yib ishlasanglar bo'ladi. Order ochib yopishni ko'rsanglar bo'ladi. Hozir kulli time frame da turgani uchun tez ochib tez yopganga o'xshayapti, lekin bu kulli time frame o'shaning uchun tez ochib yopilayotgandek ko'rinadi. Mayli, uzoq vaqt tezlashtiramiz. Ochilayotgan orderlarni ko'rsanglar bo'ladi. $100 ga 0202 ochishni boshlagan, 0201 lotlar bilan ochgan $100 mana. Birinchi orderlar plus qilmagan, minus ikkitasi minus, keyin uchinchisidan profit qilishni boshlagan mana. Profit tagini ko'rsanglar bo'ladi. Bu boshqa shu emas bo'ldi. Mana. O'sishni ko'ryapsizlarmi o'sishni? Robotda olsanglar pul mashinasi desanglar bo'ladi borku. 2004-yildan nimagacha 2026-yilgacha test ketyapti. Mana o'sishga qaranglar, bu xavfli tushish yo'q. Xavfli oqish, xavfli tushishlar yo'q. Sekin ketgan, sekin. O'zidan hozir professional trader yasab olgan, professional hedge fondlar, banklar oyiga 5% qiladi, 10% qiladi, 1% qiladi, yiliga 15% qiladi deganlarga gapni. Bu gaplar yolg'on. 100% haqiqat emas. Qaranglar. Kuchli hedge fondlar deydi, yiliga 15%, 10% profit qiladi deydi. Qaranglar, gapni eshitinglar. Ular yiliga 15% profit qiladigan bo'lsa, nimaga bankni o'zi yiliga 24% pullarni ko'paytirib beradi. Bankka qo'yasizlar, 20-24% gacha ko'paytirib beradi yillik. Nimaga? Trader bo'lishi nima keragi bor? Yiliga 10%, 15% profit qiladigan bo'lsanglar. Shunaqa pulni or bankka bersanglar ham bank ham qilib beraveradi 20%.
O'shuning uchun unaqangi safsatalarga ishonish kerak emas. Yiliga 10% deydiganlarga yo'q, unaqa kerak emas. Yiliga 10% profit qiladigan bo'lsa, u nimaga kerak? Trading nimaga kerak? Ungacha bankka borib pul qo'yinglar, bo'ldi, tamom. 20% ko'paytiraveradi, bosh og'rig'i yo'q, boshqasi yo'q. Haqiqiy trading unaqa emas. Endi haqiqiy trading birdan boy bo'lib ketish ham emas. Lekin oyiga 10% emas, real tradingda oyiga yiliga 10% emas, real haqiqiy tradingda yiliga 50%, yiliga 100% profit bo'lsa ideal natija, lekin yiliga 10%, 15% bu вообще bo'lmaydigan narsa. Yiliga 50% yoki 100% bo'lsa, shu haqiqiy yaxshi professional trading hisoblanadi. Sababi 10%, 15% hech nima bo'lmaydi. Agar unaqangi foiz bo'ladigan bo'lsa, bankka qo'ysanglar ham bosh og'rig'siz ko'paytiraverishi mumkin. Shuning uchun hamma gapga ham ishonavermanglar. Mana ko'rasizlar bo'ladi, $100 ketyapti. Hozircha bu necha pul ko'rsatyapti? $5,707,000 $100. Endi wow borishdan oldin bu testni ko'ringlar. Bu 2004 dan 2018 gacha shunaqa qilgan bo'lsa, orada necha yil vaqt o'tib ketgan? 14 yil vaqt o'tgan. 14 yil davomida qilgan bu. Bir kunda yoki 2 kunda razgon emas bu. Yillar davomida yig'ilgan daromad. Men nimaga uzoq yillik test qilyapman? Sababi fake nimalar bor? Robotlar bor. 1 yil ishlaydi, 2 yil ishlaydi, undan keyin oqadi, birdaniga oqadi. Logikasi yaxshi bo'lmagan, sotuvga tayyorlangan robotlar bor. Ular uzoq payt ishlamaydi. Hozir mana ko'rsanglar bo'ladi, 2024-yilgacha test keldi. Hozir 2026 hozirgi yilga kelib tugaydi. O'sha bilan vaqtimiz ham tugaydi. $1,600,000 bo'ldi hozir. $1,600,000. $100 dan qilyapti. Necha yillik test? 2 yillik test. Yo'q. Hozir mana testimiz ham to'xtadi. Test to'xtadi $100 dan. $225 million. $100 $225 million qildi. Qaranglar, 24 yil ichida $100 $225 million qildi bu robot. Bunaqangi robot qayerda ko'rgansizlar? Savol.